Assalomu alaykum. Bu 25-maydagi O'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 26-mayda tungi soat 2 da yozib, soat 10:25 atrofda gapiryapman. Men buni hozir ikkinchi videoga olyapman, chunki birinchida bu gapirayotganimda, ya'ni soat 10 da gapirayotganimda onam xonamga kirdi. Shu sababli men videoga olishni to'xtab, hozir yana gapiryapman. Yana bir marta gapiryapman. Men dam olish kunlarida, ya'ni shanba va yakshanba kunlari kechqurun soat 11 da CRL musobaqasining asosiy bosqichi boshlandi. Birinchi kun men juda charchaganim uchun uni uncha yaxshi ko'ra olmadim. Birinchi kunda, ya'ni shanba kunida men kechqurunda ishlamaгаnim uchun bu musobaqani kompyuter kafesida ko'rishni rejalashtirgandim. Lekin buning uchun men soat 10 da uydan chiqib, yonidagi mahalladagi mening yaqindagi internet kafesiga ketdim. Piyoda ketdim. Eng yaqindagi internet kafelari esa hozir yopilgani uchun men ozgina uzoq vaqt yurishim kerak edi. Bu esa uyimdan 1 kilometrlar atrofda 1 kilometr yurishim kerak. Faqat 500 metr yaqinda yana kompyuter xonalari bor, lekin kompyuter xonalari ikkita bor, lekin birinchi esa hozir yopildi. Odamlar xaridorlar kamayroq bo'lgani uchun bu yopildi va boshqa bitta internet kafesi esa u yerda xaridorlar juda ko'p bo'lgani uchun ishga kirish uchun ko'p oldida kutishim kerak. Shuning uchun men ozgina uzoq joydagi internet kafesiga ketdim. U yerda odamlar uncha ko'p emas, kam ham emas, lekin ko'p ham emas. Shuning uchun ketganda tezroq o'rindiqda yo'q, stulda o'tirishim mumkin, o'tira olaman. Lekin shunday ketgan bo'lsam ham, shunday ketib u yerda qurayotganimda men juda charchaganim sababli o'rtasida tungi soat 2 lar atrofda kafedan chiqib uyga qaytib uxlab qoldim. Ikkinchi kuni esa, ya'ni yakshanba kunda men soat 9 da ish boshlaganim uchun musobaqani ham uncha yaxshi ko'ra olmadim. Men ishlayotganimda telefonda uni ko'rdim, lekin xaridorlar odatdagidan ko'proq kelgani uchun, odatda boshqa kunlarga qaraganda yakshanbada xaridorlar juda ko'p keladi odatda. Shu sababli soat 1largacha diqqat bilan ko'ra olmadim. Men hayron bo'ldim, eshik o'pildi. Bu musobaqada juda kuchli, menimcha eng kuchli sportchi bor. Uning ismi Muhammad Light. Odatda CRL musobaqalar go'yo u va boshqa odamlar o'rtasidagi urushga o'xshaydi. Ko'pincha uni qozongan odam musobaqada ham birinchi o'rinni oladi. Agar undan yutqazsa, odatda Muhammad Light chempion bo'ladi. O'tgan musobaqada, ya'ni apreldagi CRLda koreyalik sportchi Sandbox finalda uni deyarli yutib qo'ygandi. Qozonib qo'ygandi. U bir marta g'alaba qozongan edi, lekin Muhammad Light g'aliblar barakatdagi bo'lgani uchun
hali yana bir imkoniyati qolgan edi. Odatda CRL, CRCC va boshqa Clash Royale o'yinidagi musobaqalar esa u yerdagi sportchilar ham odatda sportchilar ikkita imkoniyatni qo'lladi odatda. Shuning uchun bitta yutqazgan bo'lsa ham, bitta yiqilgan bo'lsa ham yana bitta imkoniyat qolgan edi. Ikkinchi o'yinda ham Sandbox deyarli yutay deb qoldi, lekin eng oxirida juda kichik farq bilan yutqazdi. Bu juda afsusli edi. Men buni ko'rayotganimda hayajondan o'zimni yo'qotib, o'rnimdan turib ketdim. Hozirgi musobaqada esa, ya'ni maydagi CRLda Muhammad Light birinchi o'yinda yo'q, birinchi o'yinda isroillik sportchi Asafga, uning ismi Asafga yutqazib, mag'lublar braketiga tushib qoldi. Shunda boshqa sportchilarda ham chempion bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin Muhammad Lightning bitta laqab bor. Mag'lublar braketidagi Light, uning laqabi mag'lublar braketidagi Light. Chunki uning faqat bitta joni qolganida u odatdagidan ham kuchliroq o'ynaydi. U mag'lublar braketidagi hamma sportchilarni ezib tashlab finalga chiqdi. G'alablar braketidagi sportchi esa u yerda Pedro degan braziliyalik sportchi bor edi. Sportchi esa ikki joni qolgan bo'lsa ham mutlaqo ojiz holda yutqazdi. Muhammad Light jahondagi eng yaxshi mobil o'yin sportchi. Kompyuter o'yinlarida Faker bo'lsa, mobil o'yinlarda Light bor. U go'yo tabiiy ofatga o'xshaydi. Bugun tunda CRLni uzoq vaqt ko'rganim uchun ishlayotganimda o'zbek tili va ingliz tilini o'rganmadim. Shuning uchun men 24-maydagi kundalikni yoza olmadim. Uyga qaytgach dush qabul qilib ertaroq uxladim. Men o'tgan jumada do'stlarim va o'qituvchim bilan uchrashganim, shuningdek do'stlarim bilan ko'p aroq ichganim sababli rutinam buzilib ketdi. Shunday holatda yana tonggacha CRL musobaqasini ko'rganim uchun sog'ligim butunlay yomonlashdi. Men aroq ichganim sababli 180 daraja o'zgarib ketgan rutinamni tonggacha CRL musobaqasini ko'rib yana 180 daraja aylantirib go'yo joyiga qaytargandek bo'ldim. Masalan, men aroq ichganim sababli men odatda tongda va kechqurunda ishlaganim uchun odatda kunduzda turib, odatda nonushtada uxlab, kunduzda uyg'onaman va kechqurundan ertasi kuni nonushtaga men turaman. Lekin bu shunday aroqni ko'proq ichganim sababli men bundan 180 daraja o'zgarib ketdi. Men nonushtada men kechqurunda uyg'onib, nonushtada turdim. Kechqurunda uxlab, nonushtada uyg'ondim va kunduzda men turdim shanbada. Shu sabab buni yana tonggacha uxlamasdan CRL musobaqasini juda ko'proq ko'rib, buni yana 180 daraja aylantirib go'yo joyiga qaytargandek bo'ldim. Men soat 6da uyg'onib, logistika mutaxassislik imtihoniga ko'p tayyorlandim. Bugundan keyin, ya'ni 26-mayda imtihongacha faqat 2 oydan kamroq vaqt qoladi. Imtihon esa 25-iyulda buni topshiraman.
Shuning uchun ertadan boshlab o'zbek tiliga ajratadigan vaqtimni kamaytirib, logistika mutaxassisligi imtihoniga ko'proq tayyorlanmoqchiman. Shuning uchun bu hozir faqat buni men hozir ishlayotganimda o'zbek tilini ko'p o'rganib, uyda esa faqat buni hozir videoga olib YouTube'ga yuklagandan keyin uyda esa 2 soatlar atrofida men logistika mutaxassisligi imtihoniga tayyorlanmoqchiman. Tayyorlanishni rejalashtirdim. Lekin to'g'ri. Bugun ish tugagach, uyda yana uxlab, soat 4lar atrofida uyg'onib, ruxsatnoma uchun savollarini ko'p yechmoqchiman. Har kuni har fandan 20 tadan savol yechsam, ya'ni har kuni yuzlab savollar yechsam, imtihongacha ruxsatnomadagi deyarli hamma savollarini ko'rib chiqib, xato javoblarini tahlil qila olaman. Bu juda yaxshi bo'ladi ekan. Shuningdek, hali tushunib o'qimagan 5-fan logistika qonunlarini ham o'qimoqchiman. Hozir buni YouTube'da yuklagandan keyin 30 minutlar atrofida dam olib, yana soat 11lar atrofida soat 11dan soat 1:30gacha, ya'ni 2,5 soat mutaxassisligi imtihoniga tayyorlanmoqchiman. Men esa 1 soat bu 5-fan logistika qonunini tushunib o'qib, 1,5 soat 4 fanlardagi savollarini yechmoqchiman, yaxshi bo'lsa. Men bu imtihonga yaxshiroq topshirib, ruxsatnoma olishni xohlayman, chunki bu tezroq olishim kerak emas menimcha. Kelasi yilda ham va 2 yildan 2 yil keyinda ham bu imtihoniga topshirishim mumkin, lekin men buni yana bir marta o'qishni xohlamayman va mening uzoq rejada va masalan iyulgacha bu ruxsatnoma, bu logistika mutaxassisligi imtihoniga tayyorlanib va iyuldan ertasi kuni fevralgacha kompyuter tili, Python, C+, shunday kompyuter tillarini o'qib, ertasi yilda esa universitetda o'qiyotganimda va o'zbek tili va rus tilini o'qishni hozir rejalashtiraman. Lekin iyuldagi imtihonida yomon topshirgan bo'lsa, mening rejamni, shunday uzoq rejamni yana o'zgartirishim kerak. Men buni xohlamayman. Yaxshi. Bu logistika mutaxassisligi imtihoni bu menga ozgina zerikarli. Menda bu qiziqarli emas, lekin men buni yaxshi topshira olaman, chunki men 2 yil davomida oldingi ish joyi Yurimtek tashkilotda bu logistika mutaxassisligi, bu shunday ishlarini men qildim, shunday bo'limda ishlarini qildim. Men bu haqida ko'p ishladim. Shuning uchun va masalan ozgina men so'zlarini bilmayman, lekin bu nimaga borligini va qanday mashq qilishligini men bilaman. So'zini bilmagan bo'lsa ham men buni bilaman va ozgina qonunlar va jahon logistika, men faqat mamlakat ichidagi Samsung zavodiga, Gwangju shahridagi Samsung zavodiga men logistika bo'limida ishlayotganimda buni men shunday narsalarni bilaman, lekin
jahon logistika esa men buni bilmayman. Jahon logistika va logistika qonuni haqida men buni bilmayman. Shuning uchun ularni ko'proq o'qisam, menimcha men oson boshqa odamlarga qaraganda osonroq bu imtihonida yaxshi baho ololaman. Yaxshi. Rahmat.